Assalomu alaykum. Saharlikdan keyin video qilaman. Bu yo bo'laman yo bo'lmayman. Bu videoni qo'yguncha adminimga tashlab ketaman. Qamalib qolishim mumkin. Lekin ichkariga ham inshaalloh sizlarni eslab turaman. G'oyibona. Sizlar meni unutmaysizlar degan umiddaman. İnşallah duo qilinglar. Alloh aytgan bo'ladi. Mana pashti 5 yildan keyin chiqib inshaalloh Alloh bu yerda harakat qildik. Yana ham chiqib harakat qilamiz, to'xtamaymiz. Kimdirlar bizani to'xtatishga harakat qilish mumkin. Biz to'xtamaymiz inshaalloh. O'sha gap qachon to'xtaymiz? Go'lga kirsak to'xtaymiz. Arqamizga O'zbekiston turibdi. Avvalo Alloh nazaridan qochmaydi. Men harakat qilsam ham Alloh nazaridan qochmaydi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Meni unutmasliklaringizni ichimdan yuragimdan sezaman. Yuragimdan bilaman inshaalloh. Meni profilimni zeriktirmaysizlar degan umiddaman. Qarab turasiz degan umiddaman. Chunki bu payti zonaga bo'lishim mumkin. Video aytaman qo'yadi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Meni ko'rib turganingiz siz mujik hali uchrashamiz xudo xolasa. 1 yildir, 1,5 yildir siz bilan hali uchrashamiz.